Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan matematika darslarini boshlaymiz. Demak, birinchi mavzu natural sonlar va ularning o'qilishi. Xo'p, demak, birinchi navbatda natural son nima ekanligini aytib o'tamiz. Natural son deb o'quvchilar sanashda ishlatiladigan sonlarga aytiladi. Masalan, tasavvur qiling, deylik buyumlar yoki stullar yoki olmalar yoki pullar turibdi. Shuni sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyilar ekan. Tasavvur qiling, bir nechta olma turibdi. Shuni sanamoqchimiz, nima deymiz? 1, 2, 3, 4 deb sanaymiz. Demak, bundan kelib chiqadiki, eng kichik natural son bu 1 ekan. Chunki biz sanashni nechidan boshlaymiz? 1 dan boshlaymiz. Sanashni 0 dan boshlamaymiz. Shuning uchun 0 natural son hisoblanmaydi. Endi yana tasavvur qilib ko'ring. Sanashni nechigacha davom ettirish mumkin? Sanashni o'quvchilar oxiri yo'q, istalgancha davom ettirish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, natural sonlar ham cheksiz ekan, oxiri yo'q ekan demak uni. Ana endi xo'p, ko'p xonali natural sonlar qanday o'qiladi? Tasavvur qiling, 8 xonali yoki 9 xonali sonlarni qanday o'qiymiz? Hozir shuni sizga nazariy qismini tushuntirib o'tamiz. Demak, ko'p xonali natural sonni o'qish uchun biz sonning o'ng tomonidan boshlab 3 tadan raqamlarga, ya'ni sinflarga ajratib chiqamiz. Unda oxirgi sinfda 2 ta raqam bo'lib qolishi ham mumkin, bitta raqam bo'lib qolishi ham mumkin. Bunda har bir sinfning o'zining nomi bor. Birinchi sinfimiz birlar sinfi, undan keyin minglar sinfi, keyin millionlar sinfi, milliardlar sinfi va hokazo. Va har bir sinfga tegishli sonni va shu sinfning nomini qo'shib o'qiysiz. Xo'p, bu nazariy qism edi. Yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun o'quvchilar, endi amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Mavzu natural sonlar va ularning o'qilishi edi. Bizga quyidagicha son berilgan bo'lsa, 79 milliard 325 million 640 ming 862. Bu sonni o'qish uchun biz sonning o'ng tomonidan boshlab 3 tadan raqamlarga, ya'ni sinflarga ajratib chiqamiz. Birlar sinfida 862, minglar sinfida 640, millionlar sinfida 325 va milliardlar sinfida 79. Bunda bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Har bir sinfda 3 tadan raqam bo'lishi shart. Faqatgina oxirgi sinfda 2 ta yoki bitta raqam bo'lib qolishi ham mumkin ekan. Ana endi esa har bir sinfga tegishli sonni va shu sinfning nomini qo'shib o'qiymiz. Ya'ni 79 milliard 325 million 640 ming 862. Bunda birlar sinfning nomini qo'shib o'qimaymiz. Ya'ni 862 birlar demaymiz. 862 deymiz. Demak, takrorlab olamiz. 79 milliard 325 million 640 ming 862. Xo'p, ana endi o'quvchilar ikkinchi sonimizga o'tamiz. Xo'p. Bunda ham yuqorida aytib o'tganimizdek, sonning o'ng tomonidan boshlab 3 tadan raqam qilib sinflarga ajratib chiqamiz. Birlar sinfida 37. 0 37 emas o'quvchilar, 37 deb o'qiymiz. Xo'p, minglar sinfida 280. Millionlar sinfida 473 va milliardlar sinfida 6. Yuqorida aytib o'tganimizdek, oxirgi sinfda mana bitta raqam bo'lib qolishi ham mumkin ekan. Ana endi har bir sinfga tegishli sonni va shu sinfning nomini qo'shib o'qiymiz. 6 milliard 473 million 280 ming 37. Takrorlab olamiz. 6 milliard 473 million 280 ming 37. Yana bir marta qaytarib o'taman o'quvchilar. 037 deb o'qimaymiz, 37 deb o'qiymiz. Xo'p, ana endi 3-sonimizga o'tamiz. Buni ham o'ng tomondan boshlab 3 tadan raqamlarga ajratib chiqamiz. Birlar sinfida 683, minglar sinfida 32, millionlar sinfida 415 va milliardlar sinfida 832. Yuqoridagi misollardan farqli ravishda oxirgi sinfimizda mana 3 ta raqam bo'lib qolgan. Bunda ham har bir sinfga tegishli son va shu sinfning nomini qo'shib o'qiymiz. 832 milliard 415 million 32 ming 683. Takrorlab olamiz. 832 milliard 415 million 32 ming 683. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, o'quvchilar, navbatdagi sonimizga o'tamiz. Xo'p, bunda ham
sonning o'ng tomonidan boshlab uchtadan raqamlarga ajratib chiqamiz demak. Birlar sinfida 213, minglar sinfida esa faqat 0 kelyapti, ko'rib turibsiz mana. Mana shunaqa holatda, ya'ni qaysi sinfda faqat 0 raqamlari keladigan bo'lsa, shu sinfning nomini o'qimaymiz o'quvchilar. Tushunarli, yana bir marta qaytarib aytaman. Qaysi sinfda uchalari ham 0 bo'ladigan bo'lsa, shu sinf nomi o'qilmaydi. Demak, minglar sinfini o'qimaymiz, chunki faqat 0 dan iborat. Xo'p, millionlar sinfida 415 va milliardlar sinfida 78. Ana endi har bir sinfga tegishli son va shu sinfning nomini qo'shib o'qiymiz. 78 milliard 415 million 213. Minglar sinfini o'qimadik. Demak, takrorlab olamiz. 78 milliard 415 million 213. Xo'p, ana endi keyingi sonimizga o'tamiz. Demak, bu sonimizni ham o'ng tomondan boshlab uchtadan raqamlarga ajratib chiqamiz. Birlar sinfida 410, minglar sinfida 319 va millionlar sinfida esa yuqorida aytganimizdek faqat 0 dan iborat. Demak, millionlar sinfini o'qimaymiz. Faqat 0 dan iborat bo'lganligi uchun. Milliardlar sinfida esa 84. Har bir sinfga tegishli son va shu sinfning nomini qo'shib o'qiymiz. 84 milliard 319 ming 410. Takrorlab olamiz. 84 milliard 319 ming 410. Ana endi esa o'quvchilar keyingi sonimizga o'tamiz. Bu sonimizda ham o'ng tomondan boshlab uchtadan raqamlarga ajratib chiqamiz. Birlar sinfida 83, minglar sinfida faqat 0, demak bu sinfning nomini o'qimaymiz. Millionlar sinfida 777 va milliardlar sinfida 390. Har bir sinfga tegishli sonni va sinfning nomini qo'shib o'qiymiz. 390 milliard 777 million 83. Takrorlab olamiz. 390 milliard 777 million 83 ekan. Xo'p, o'quvchilar, bu darsimizning oxiri edi. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marta ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga Telegram orqali bog'lanib savollaringizni yo'llashingiz mumkin va barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha